Dazmol tutab ketyaptimi? Yo'q, adashasiz. 7 ta ko'ylakka birdaniga dazmol qilish xohlaysizmi? Mana sizga yechim. 7 ta ko'ylakni qo'yasiz, 7-qavatigacha tekis qilib dazmol qilib beradigan apparat mana shu bo'ladi. Biz ayollar tan olaylik, xayolparastmiz. Ko'chaga chiqib ketgan vaqtimizda agar dazmol yonib qolsa, 8 minutda o'zini o'zi o'chiradi. Bu dazmolda ham yotqizib olib, ham tikka turg'izib olib dazmol qilsa bo'ladi. Pari 3 metrgacha yetib oladi. Bu dazmolni Pro Max modelini ko'rish xohlayapsizmi? Mana bu modelimiz o'ta boshqacha ishlagan, 3 xil rejimda ishlaydi, hattoki paketlarni ham dazmol qiladi. Dazmol har narsaga tiqillab tushib ketavermaydi. Olish uchun mana bu tugmani bosasiz, tiq etadi va olasiz. Parini ko'rsataymi? Udara. Ushbu dazmollarni arzonchi do'konning barcha filiallaridan arzon narxlarga xarid qilishingiz mumkin. Bu dazmolimizning narxi atigi 1 420 ming so'm, bunisinikiga esa atigi 850 ming so'm. Bu dazmollar salafanga yopishmaydi degan gapimga ishonmagan bo'lsanglar, mana bu videoni ko'ringlar, sizlarga isboti. Mana shunaqa aksiya va yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.